Sura harflar bilan boshlanadi. Alif lam mim. G'ulibatir Rum. Rum mag'lub bo'ldi. Rum kim u rumliklar? Rum qadimda aslida Rimda bo'lgan. Ya'ni hozirgi Italiya yurtida. Keyinchalik ularning imperiyasi kengayib Anadolu hududiga ko'chgan, hozirgi Turkiya ya'ni. Ularning keyin boshliqlari Konstantiniyaga asos soldi, ya'ni hozirgi Istanbulga. Konstantin degan imperatorlar ularda. Birinchi bo'lib nasroniylikni qabul qilgan imperatorlar ularda. Keyin ular Anadolu hududi orqali Shomga ko'chishdi. Shomdan keyin hozirgi Iordaniya hududlari, ya'ni Saudiya yarim oroli bilan chegaradosh mintaqalargacha bosib keldilar. Endi u yog'i bo'lsa Sharq edi. Sharqda Fors imperiyasi bor edi. Ular qadimgi Zardushtiylik dinidan kelib chiqqan odamlar, lekin kitoblari ham, payg'ambarlari ham unutib ketgan, ularga umuman diyonat qolmay ketgan. Ibohiyat e'tiqodiga o'tib ketgan ular. Ibohiyat degani hamma narsa muboh ularga. Hatto opa-singil, o'zlarining opalariga, singillariga uylanishgan forsliklar. Aqida bo'lmagan ularda. Qiyomat, hisob berish degan gaplar. Shuning uchun ham ular hayvondan battar bo'lib, eng ashaddiy tug'yonga ketgan toifaga aylandi. Endi Allohning bir ilohiy sunnati ekanki, yer yuzida muvozanatni saqlab turish uchun ana shunaqa har xil joydan imperiyalar chiqarib qo'yarkan. Walau daf'ullohi nas ba'dahum bi ba'd fasadatil ard degan oyat shunga ishora qildi. Alloh odamlarni bir-biri bilan daf qilib turish kerak. Aks holda yer buzilib ketadi. Bu Allohning tabiatidagi qonuni. Masalan, fasllar almashib turishi, kun tun almashib turishi, hammasi ana shu muvozanat qonunlari deyiladi. Yer yuzida hayot shuni ustiga qurilgan. Shunga o'xshab insoniyat ham yakka imperiya bo'lib ketsa agar iymon yo'q bo'lsa keyin unaqangi imperiyada zulmga to'lib ketadi yer yuzi. Bu tarozining ikki pallasiga o'xshaydi. Uni bir xil ushlab turish kerak. Shuning uchun ham Rum imperiyasini chiqargan Alloh ularga qarshi mana bu yerda Fors imperiyasini chiqarib qo'ygan. Muvozanat bo'lib tursin. Forsliklar hozirgi Iron, Iroq hududidan boshlab Xitoygacha bo'lgan mintaqani boshqargan. Demak, Rumliklar bilan forsliklar o'rtasida ham siyosiy raqobat, ham e'tiqodiy raqobat bo'lgan. Siyosiy raqobat tushunarli, yer talashuvi. Ammo e'tiqodiy raqobat bo'lsa, bular ahli kitob, bular mushrik. Bular payg'ambarlarga ishonadi, ular ishonmaydi. Ana shu jihatdan o'rtalarida urush tugamasdi ularda. Aslida forsliklar ham bir paytlar ahli kitob bo'lgan. Abdurrazoq rivoyat qiladilar va Imom Shofiy rivoyat qilgan Ali radhiyallohu anhu dan kishi aytadilar, Majuslardan bir paytlar kitobi bor edi, ya'ni o'zimizdagi Zardusht, Avisto degan kitoblarga o'xshagan. Ularning podshohlari bir kuni aroq ichib, o'zining singlisi bilan qo'shilib qo'yadi. Keyin tongda bu ishini yuvish uchun, oqlash uchun hamma dindorlarini to'plab, ularga pul bilan og'zini yopib, ularga aytadiki, "Ha, men bu ishni qilib qo'ygan bo'lsam, axir odam ham Odam alayhissalom o'zini o'g'illariga qizlarini olib bergan ekan-ku. Ota merosda bizga bu nima qilibdi?" deb fatvo chiqartirib oladi mullalaridan. Fors podshohi. Keyin kim o'sha fatvoga xilof qilsa, ya'ni singlisiga uylanish mumkin emas desa, o'ldiradi uni. Ana shundan keyin ularda diyonat yo'qolib ketadi undan. Bunga jazo o'laroq Alloh ulardan kitoblarini olib qo'yadi. Kitoblarini yodlaganlar unutadi, sahifalardan kitoblari o'zgartirilib o'chib ketadi. Shu bilan ular umuman kitobsiz, majusiy, otashparast, mushrik millatga aylanib ketadi. Xuddiki Quraysh ham aslida kitobi bor edi, mana Suhufi Ibrohimga iymon keltirgan edi. Lekin yillar o'tib yo'qolib ketdi u kitoblar bilan. Bular ham shunga o'xshagan. Endi arablar ham shu jihatdan aytdik, ham siyosiy jihatdan mintaqasini ularni Fors boshqargan. Ham e'tiqodiy jihatdan Forsga tobe edi. Yaman, Ummon diyorlarining boshliqlari hammasi Fors tomonidan tayinlanadi. Hatto musulmonlar ularni fath qilganga qadar ham shunaqa bo'lgan. Shu janglardan birida mana yuqorida aytganimizdek, hijratdan taxminan 1 yil yoki bir rivoyatga ko'ra 5 yil avval Fors bilan Rum hozirgi Shom yerida Falastin, Iordaniya bilan chegaradosh mintaqalarida to'qnashadi bir-biriga. Rum mag'lub bo'ladi. Tabiiy bundan mushriklar xursand bo'ldi, musulmonlar xafa bo'lgan. Shunda mana shu oyatlar nozil bo'ldi. G'ulibatir Rum. O'sha voqeaga munosabat bildirdi. Haqiqatan shunday bo'ldi. Rum mag'lub bo'ldi.
Kim ularga g'olib bo'ldi? Bu ma'lum, Fors. Nega Alloh shunda ularni aytmayapti qarang. Masalan, g'alabatil furs demayapti. Fors g'olib bo'ldi demayapti-da, Rum mag'lub bo'ldi deyapti. Birinchidan, bu ma'lum o'z-o'zidan Qur'on muxtasar kitob, ya'ni qisqa gaplarni keltiradi, gapni lo'ndasini keltiradi. U ma'lumlik uchun aytib o'tirmagan. Ikkinchidan, agar buni aytsa, bu musulmonlarning yarasiga tusipish, yarasini yangilash va kofirlarning gazagiga dori bo'lardi. Chunki Fors g'olib bo'ldi deb qichqirib yurgan kim edi u? O'sha Quraysh edi, musulmonlarning dushmani. Ko'ryapsizmi? Gapirish bilan gapirishning o'rtasida qanaqangi farq bor. Aslida g'alabatil furs, g'ulibatir rum bilan bir xil. Fors g'olib bo'ldi, Rum mag'lub bo'ldi degani bitta gap ikkalasi. Lekin gapirish bilan gapirishning farqi bor ekan. Shunday gapirishingiz kerak ekanki, o'zingizni hamrohlaringizni yarasiga tusib bergan qilib gapirmang. Dushmaningizni gazagiga dori bo'ladigan qilib gapirmang. Bir gap haq bo'lgan taqdirda ham. Bugun mana urushlar bo'lyapti dunyoda, ko'ring. Hamma davlat urushlardagi axborotni o'ziga monand qilib talqin qiladi. Ruslar axborotini ko'rsangiz, Rossiya yutyapti ekan deb o'ylaysiz. G'arb axborotini ko'rsangiz, G'arb yutyapti ekan deb o'ylaysiz. Ana shu siyosatni bizga Qur'on o'rgatgan aslida. Bu Rus yoki G'arb bundan avval 1400 yil avval. Qarang qanaqa gapiryapti. Fors g'olib bo'ldi deb u Forsni yoki Qurayshni gazagiga dori qilmayapti. Musulmonlarning yarasini yangilab. Balki Rum mag'lub bo'ldi deyapti-da, g'olib bo'lgan odamni majhul qilib keltiryapti. G'ulibatir Rum. Kim tomonidandir mag'lub qilindi Rum. Uchinchidan aytdik, u Fors degan millat tarixdan o'chib ketishi kerak edi. O'chib ketadigan millatni Qur'onda zikr qilib nima kerak? Yo'q bo'lsin, ular majhul bo'lib qolib ketsin tarix sahifalarida. Ana shuning uchun ularni majhul qilib keltirilyapti. G'ulibat. Ammo Rum bo'lsa, ular tarixda qolish kerak edi. Qoldi ham. Qiyomatgacha Rum tarixda qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar: "Satusalihuna ar-Ruma sulhan aminan va taghzunahum wa antum aduwan min ghayrikum aw min wara'ikum." Sizlar hali Rumga sulh tuzasizlarda, sizlar va ular bir bo'lib orqadan boshqa bir dushmanga urushasizlar deganlar. Bu qiyomatdan avval bo'ladi, Dajjol chiqishdan avval. O'shanda ishora borki, demak, o'sha Dajjol chiqadigan zamongacha, Iso alayhisalom tushadigan zamongacha Rum bo'ladi. U kim Rum endi? Uni hozir men bir narsa deya olmayman. Bu kimdir aytadi, Rum hozir Yevropa deydi. Kimdir aytadi, Rum hozir Rossiya deydi. Alloh alam. Bu hammasi ular Rum. Hammasi ortodoks aqidasidagi nasroniylar, o'sha qadimdagi Rum ortodoks aqidasidagi nasroniylar bo'lgan. Masalan, bugun qarasangiz, Ukrainalar ham ortodoks, ruslar ham ortodoks aqidasidagi nasroniylar. Hammasi Rum ulardir. Qaysi biri ular Rum? Buni voqelik ko'rsatadi, o'shanga qarab amal qilinadi. Muhim biz tushuntirmoqchi bo'lganimiz, Rum millat qiyomatgacha bo'ladi. Yana Imom Ahmadda hadis keladi: "Taqumu sa'atu va Rum aktharun nas" deganlar. Qiyomat soati qoyim bo'lganda Rum odamzotning eng ko'pi bo'ladi. Hozir ham yer yuzidagi eng ko'p ergashilingan diyonat nasroniylik. Nomiga bo'lsa-da. Rum Rossiyadan tortib Yevropa, Amerika hammasi Rum. Garchi o'rtada ba'zi kelishmovchiliklar bo'lsa-da, lekin hammasi Rum bo'lardi. Mana shu hadis shuni tasdig'i, shuning uchun ham bu bo'ladigan millat gapirildi-da, bo'lmaydigan millat mujmal qilindi yoki majhul qilindi. G'alabatil fursu ar-Ruma demadi, g'ulibatir Rum dedi. Keyin shu g'ulibatir Rum deganda Rum mag'lub bo'ldi deb tarjima qilyapmiz biz. Shu mag'lub bo'lganda ham baribir g'uliba, g'alabaga ishora qilingan so'z ishlatilyapti. Masalan, aytmadi Alloh: "Asbaha Rum mag'luban." Rum mag'lub bo'ldi degan ma'no chiqardi-da, unda shu biz o'zbekchaga tarjima qilgandik. Rumni mag'lubiyati haqida gapirar ekan, g'alabaga ishora qiladigan so'z bilan gapiryapti. Shuning uchun bir qiroatda g'alabatir Rum deb o'qilinadi shu oyat. Bu nimaga? Chunki Forsni g'olibligi u haqiqiy g'oliblik emas edi, vaqtincha g'oliblik edi. Rumni mag'lubiyati u mag'lub bo'ldi deydigan darajadagi mag'lubiyat emas edi, vaqtinchalik mag'lubiyat edi. Buni tushuntirish uchun bir misol aytamiz.
Ringda ikkitasi boks uchyapti, tasavvur qiling. Birinchi raundda birini urib tashadi. Bu hammasi tugadi deganini bildiradimi shu? Yo'q, oxiriga qarash kerak nima bo'ladi. Ehtimol hamma raundlarda yengilib kelib, oxirida bitta zarba bilan yiqitishi mumkin raqibini. Ana shunda bu odamni avvalgi raundlardagi mag'lubiyat deyilmaydi. Shunga o'xshash mana bu yerda ham Rumni bu birinchi mag'lubiyat sanalmaslik e'tiboridan g'alabaga ishora qiladigan so'z bilan Alloh gapiryapti. G'ulibatir Rum yoki ikkinchi qiroat bo'yicha g'alabatir Rum. Rum aslida g'olib bo'ldi, mag'lub bo'lmadi. O'zini g'olib deb o'ylayotgan Fors aslida mag'lub bo'ldi. Chunki ular o'sha qisman qo'sh tirnoq ichidagi g'alabasidan keyin forsliklar g'oliblik nashasiga ular mubtalo bo'lib, o'sha bilan karaxt bo'ldilar. Ular Rumni yutdik biz deb, chunki haqiqatdan Konstantiniyagacha qisib olib borishgan Rumliklarni. O'zidan ketib qolgan forsliklar keyin ichib, chekib hammalari maishatga berilib, taxt talashuv bo'lib ichkarida qo'mondonlar boshliqlariga qarshi imperator qo'mondonlarni yo'qotmoqchi bo'lgan. Ish bitdi, endi Rum mag'lub bo'ldi, qo'mondonlar kerak emas deb o'ylab. Ana shu to'polonlar ichida ular keyin zaiflashib ketgan. Demak, ular g'olib bo'lgani aslida mag'lub bo'lgan ekan ular. Bu narsani hozirgi yaqin tariximizdagi siyosatlarda ham ko'rasiz. Biz Iroq tarixida gapirdik bu narsani. Saddam Husaynni Ironga g'olib qildi Amerika. Ya'ni qo'yib berdi g'olib bo'lishligiga. Keyin Saddam u yerdan g'oliblik nashavanti bo'lib chiqdi, nashasi bilan karaxt bo'lib chiqdi. U dunyodagi eng qudratli odam deb o'yladi o'zini. Keyin Amerika Kuvaytga urush qilishligiga qo'yib berdi uni. Bular hammasi qo'sh tirnoq ichidagi g'alabalar. Saddamni Ironga g'alabasi ham, Kuvaytga g'alabasi ham. Kuvaytga ana shu g'oliblik nashasi bilan mast holida Saddamni olib kirishdida, o'sha yerda oxir uni yakson qilishdi. Iroqi bilan qo'shib uni yakson qilishdi Saddamni. Ko'ryapsizmi? Bu avvalgi birinchi, ikkinchi raundlardagi g'alaba bu qopqon bo'ladi odatda. U g'oliblik emas, mag'lublik bo'ladi. Xuddi shu siyosatni G'arb Amerika birligida endi ruslarda qo'lladi bugun mana. Ruslar Suriyaga kirib kelishligiga imkoniyat yaratib berdi. Amerikani o'zi G'arb bilan birgalikda. Keyin Rossiyani g'oliblik kasaliga mubtalo qilishdi. Nashasi deyiladi buni, g'alaba nashasi. Mana shu bilan o'zidan ketgan Rossiyani o'zi niyati yo'q bo'lsa ham ana bosadi, mana bosadi deb Ukrainaga kirgizishdi. Bosmayman degan odam ham o'zidan ketib bosib qo'ydi Ukrainani. Bosgan zahot qopqonga tushdi mana qarang. Mana shu siyosatlar hammasi bir xil, bu sunnatlar Allohning sunnati qadimdan keladigan. Ana shuni Alloh ishora qilyaptiki, Fors u g'olib bo'lishi, u mag'lubiyat edi aslida uni. Aslida g'olib Rum edi bu yerda. Ana shu sunnatlarni tushunmasligini keyin Alloh kofirlarga ma'lumot qiladi. Ular bilmaydi bunaqa narsalarni, faqat zohiriy qaraydi ular deydi. Siyosiy fikri yo'q Qurayshda, ya'ni. Hozir ham shunaqa. Musulmonlarning ko'pida siyosiy fikr yo'q, zohiriy g'alabalarga qarab hukm qo'yadi. Arg'i tagidan oqayotgan suvni qaramaydi. Nimalar bo'lyapti tagida siyosat. Xullas, Rum g'olib bo'lishligiga ishora edi bu, g'ulibatur Rum degani. Mag'lub bo'ldi deb tarjima qilinsa-da.